bir so'm boshlang'ich to'lovi yo'q. Baklarni aralashtirmasdan mana buni chiqib kelishini qarang. Haqiqiy legenda mana shunaqa bo'ladi. Ichida juda ham udobstvasi juda ham ko'p. Yana bitta zo'r tarafi mana bu yerda podstakanchiklar chiqar ekan. Juda ajoyib qilingan. O'zi yurib kelar ekan. 3-qatorigacha xolodilnigi yurib kelar ekan. Bari tagida xolodilnigi bor. Bitta monitorlari L9nikidan katta ekan monitor. O'zi yig'ilib, o'zi ochilar ekan. Yana kameralari bor ekan. Dongfeng 008 da eng full varianti Kapitan Sidenka. Xullas hamma narsasi bor. Yangi mashina bo'lishiga qaramasdan bu mashinaga $5000 xarajat qilingan. Nimalar qilingan desangiz, diskasini o'zi $4000 turadi. Original Maybach diskalar qo'yilgan. Polni 100% qilib eng qimmat mana bunaqa poliklar tashilgan. Bu mashinalarni hozir salonlarda 35500 gacha sotishyapti. Bizda Nasiya savdoga 1 so'm to'lov qilmasdan faqat katma holatingiz a'lo holatda bo'lishi kerak va kelib turib katma holatingiz boshqacha chiqib qolib, har xildagi negativ video olish shart emas. O'zimiz oldindan aytib qo'yamiz. Katma holatingiz, historiya holatingiz 400 dan yuqori bo'lsa va bizni mana shu mashinani pulini to'lashga ishontirsangiz, inshaalloh 0 dan ham beramiz. 10.000, 15.000, 20.000 pul bilan ham beraveramiz. Narxini aytmasimdan oldin bitta bizga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib qo'ying. Narxini $33.500 qilib belgiladik.